Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsızda qıtınlar ekranımız olsun. Uyg'urlar haqida yana bir qonun loyihasi sunildi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, tunugun Amerikaning ikki partiyasidagi bir qism palata a'zolari Xitoyning Sharqi Turkiston xalqini majburiy emgakka selish qilmishini to'sishni nishon qilgan yangi bir qonun loyihasi taklifi sundi. Uyg'urlarni majburiy emgakka selishdan to'sish qonun nomli bu qonun loyihasini Kengash palata a'zosi Marco Rubio, Avam palata a'zosi Jim McGovern qatorliq 6 yuqori darajalik amaldorlar o'tirg'a qo'ygan. Mazkur qonun loyihasida Sharqi Turkistonda ishlangan barliq mahsulotlarni, jumladan Amerikaning dongli shirkatlarining kiyim-kechak, elektronlik uskuna qatorliq mahsulotlarni kirgizishni cheklash talab qilingan. Qonun loyihasiga asosan Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlar majburiy emgakka selish bilan aloqador deb qaralgan va bularni kirgizgan shirkatlarning majburiy emgakka selish bilan aloqasi yo'qligini aniq dalil isbot bilan isbotlamog'icha bu cheklamaga uchraydiganligi ko'rsatilgan. Xabarda yana uzundan beri to'xtab qolgan Uyg'ur kishilik huquq qonunining Kengash palatasida ma'qullanish xizmatida eng tez bo'lganda 2 haftadan keyin ilgirlash bo'ladiganligi bildirilgan. Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi orqama-orqa tanqidga uchradi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, xalqaro chegarasiz muxbirlar tashkiloti bugun to'r axboroti erkinligi eng og'ir daxl taruziga uchragan 20 shirkat va hukumat organini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy to'r bexatarligi ishxonasi bu tizimlikdan o'rin oldi. 12 mart bo'lsa xalqaro to'r tekshirishga qarshi kuni bo'lib, chegarasiz muxbirlar tashkiloti bu alohida kunda bu yillik eng yangi dokladini e'lon qildi. Dokladda Xitoy to'r bexatarligi ishxonasining izchil holda Undidar, Baidu, Weibo va Douyin qatorliq to'r supalardagi mazmunlarni to'sib yoki o'chirib kelganligi, Wuhan virus tarqalgandan buyon fitna ig'voga qarshi turish bahonasi bilan nazoratni texnik kuchaytirganligi, Wuhan virusi yuqumlanish deganga o'xshash vaboga aloqador so'zlarni va Xi Jinpingga qarshi deb qaralgan mazmunlarni sezgur so'z qatorida cheklab o'tganligi ko'rsatildi. Bulardan sirt Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo tunugun 2019-yillik kishilik huquq dokladini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy, Iran, Venezuela va Kuba qatorliq 4 davlatni tilga olib tanqid qilgan. Mike Pompeo so'zda Hong Kong, Sharqi Turkiston va Xitoy doiralarining ziyonkashligiga uchragan Xitoy faoliyatchilari haqida ayrim to'xtalgan. U so'zida Xitoyning Sharqi Turkistondagi millionlagan xalqni jazo lageriga qamaganligini tilga olib, buni bu asrdagi dog' deb sifatlagan. Xabarda Amerikaning bu doklatining dal Xitoy-Amerika munosabati yiriklashayotgan paytda e'lon qilinganligi, Xitoyning uzunga qolmay buningga qarshi Amerika kishilik huquq doklatini e'lon qilganligi bildirildi. Amerika parlament a'zosining Sharqi Turkiston atalg'usini ishiltishi diqqat qo'zg'adi. Amerika parlament a'zosi Ted Yoho tunugun Avam palatasi yig'in zalida Sharqi Turkiston xalqining navbatdagi ahvolini tafsiliy tunishtirib chiqqan bo'lib, so'zlash jarayonida boshdan oxiri Sharqi Turkiston degan atalg'uni ishlatdi. U so'zda Sharqi Turkistonning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq musulmon xalq yashayotgan zamin ekanligini, Xitoy kompartiyasi hokimiyat beshiga chiqqandan keyin bu zaminni o'z kontrolligiga olganligini va izchil bostirish siyosati yurgizib kelganligini bildirdi. U Xitoy doiralari ta'sis qilgan atalmish tarbiyalash markazining amaliyoti jazo lagerlari ekanligini, qamalgan kishilarning erkinlikdan butunlay mahrum ekanligini, jazo lagerida vahshiyona qiyin qistoq va xo'rlash qilmishlarining mavjudligini, hatto qamalganlarning ichki organlarini setish qilmishining xalqaro oshkorlanganligini bildirdi. U so'zda yana Xitoyning majburiy emgakka selish qilmishini tilga olgan bo'lib, Amerikaning bir qism dongli markalarining buningga aloqador ekanligini bildirdi. Gerçi Wuhan virus sababli Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish qilmishi xalqaroning diqqat markazidan tushib qolgan bo'lsa-mu, yaqinqi kunlardan buyon jazo lageri masalasi, jumladan Xitoyning majburiy emgakka selish jinoyati xalqaro taratqularda ko'plab xabar qilinmoqda. Xalqaro jamiyat Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selishiga qarshi harakatga o'tishga chaqirildi. 10 mart Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash palata a'zosi Bob Menendez bir qism Amerika shirkatlarining Xitoyning Sharqi Turkistondagi qo'rqinchli majburiy emgakka selish masalasiga qasddan sal qaraganligini aybladi.
Demokratchilar partiyasining kengash palata a'zosi Menendez Amerika savdo ishlari ministriga yozgan xatida mundaq yozgan: Yaqinqi dokladlarda ko'rsatilishicha, Alma, Kraft Heinz, Coca-Cola va Gap qatorliq nurg'unlagan Amerika shirkatlari Sharqi Turkistondan mal kirgizgan. Bob xatida yana Amerika shirkatlarining Sharqi Turkistondagi emgak va kishilik huquq ahvolini baholab chiqmaganligini, shunga bu shirkatlarning Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izlarni o'z ichiga olgan musulmon millatlarga keng ko'lamda zulm qilish jinoyatiga sherik bo'lgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Bu oyning 5-ida Avstraliyadagi bir aql ombirining dokladida 100 mingga yaqin Uyg'urning dunyodagi 83 markani tovar bilan ta'minlash uchun Xitoyning har qaysi joylaridagi zavodlarga surgun qilinganligini va ularning intayin ig'ir majburiy emgak sharoitida ishlayotganligini oshkorlagan edi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Ironda Iron prezidentining birinchi yordamchisi Ishaq Jihongirining Wuhan virusi yuqtirib olganligi ilgari surildi. Bu virusdan yuqumlanib qazo qilgan Ironliklar sonining 354 ga, yuqumlanuvchilar sonining bo'lsa 10 mingga yetganligi bildirildi. Ozarbayjonda yangidan 2 kishida virusning bayqalishi bilan jami yuqumlanuvchilar soni 12 ga ko'paydi. Qatarda yangidan 238 kishida Wuhan virusi bayqalib, jami yuqumlanuvchilar sonining 262 ga yetganligi uqtirildi. Amerika Türkiye bilan Angliyani Yevropa navbatchi aeroplanlari cheklamasining sirtida qoldirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Türkiye bilan Angliyaning Yevropa navbatchi aeroplanlari cheklamasining sirtida qoldirilganligini uqtirdi. İspaniyada virusdan yuqumlanib qazo qilganlar soni 49 ga yetdi, yuqumlanuvchilar soni 2100 ni oshib ketdi. Fransiyada qazo qilganlar soni 48 ga yetdi, yuqumlanuvchilar bo'lsa 3000 ga yaqinlashdi. Germaniyada virusdan yuqumlanib qazo qilganlar sonining 3 ga ko'payganligi bildirildi. Germaniya Mudofaa ministrligi 9 askarda Wuhan virusi bayqalganligini uqtirdi. Gollandiya Səhiyyə ministrligi virus yuqtirib olganligiga diagnoz qo'yilganlar sonining 503 ga, qazo qilganlar sonining 5 ga yetganligini uqtirdi. Bulgariyada yuqumlanganlar sonining 7 ga ko'payganligi, virusdan yuqumlangan 62 yoshli bir ayolning qazo qilganligi uqtirildi. Aloqador amaldorlar Bulgariyada Wuhan virusi yuzidan tunji qatim bir ayolning qazo qilganligini, u ayolning 74 yoshli yo'ldoshining ahvolining ig'ir ekanligini e'lon qildi. Bugun atgan tunji qatim Wuhan virusidan yuqumlangan bir kishi qazo qilgan Belgiyada orqadan 74 va 86 yoshli 2 kishining qazo qilganligi, shuning bilan jami qazo qilganlar sonining 3 ga yetganligi bildirildi. Shvetsiya xalq ishlari idorasi virus bayqalgan bemorlar sonining 486 ga yetganligini, tunji qatim bir yuqumlanuvchining qazo qilganligini uqtirdi. Gretsiyadami Isroildan qaytib kelgandan keyin balnisga elingan bir kishi virusdan yuqumlanib qazo qildi. Virus bayqalgan kishilar soni 100 ga yaqinlashdi. Angliyada 456, Daniyada 340, Gretsiyada 99, Chexiyada 75, Portugaliyada 59, Sloveniyada 57, Ruminiyada 37, Polshada 27 va Maltada 6 kishida virus bayqalganligi qayd qilindi. O'rta Afrika davlati Honduras va G'arbiy Afrika davlati Pelchishi qirg'oqida tunji qatim Wuhan virusi bayqaldi. Mazkur virusdan yuqumlangan 32 odam qazo qilgan Amerikaning poytaxti Washingtonda jiddiy holat e'lon qilindi. Yevropadan Amerikaga keladigan barliq navbatchi aeroplanlar to'xtatildi. Yevropa ittifoqi tegishli chora-tadbirlarni yo'l qo'yish jihati mag'lub bo'ldi degan prezident Donald Trump juma kechasidan tortib Yevropadan keladigan barliq navbatchi aeroplan safarlarining 30 kun bo'yicha to'xtatib qo'yilganligini, Türkiye bilan Angliyaning buning sirtida qoldirilganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Amerika basketbol birlashmasi NBA basketbolchilarining birida Wuhan virusi bayqalgandan keyin barliq musobaqalarini qaralsiz holda to'xtatib qo'ydi. Birlashma yozim bayonot e'lon qilib, o'taq joz komandasi mahirlarining birida Wuhan virusi bayqalgandan keyin barliq musobaqalar ikkinchi bir uqtirish vaqtigacha to'xtatib qo'yildi deganlarni qayd qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Wuhan virusini dunyoviy tarqalishchan kasallik deb e'lon qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatıning bosh direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus tashkilotning Jenevadagi bosh organda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida yangi tipdagi Wuhan virusi haqida bayonot e'lon qildi. U Wuhan virusi bemorlari sonining Xitoyning sirtida 13 hassa, ta'sirga uchragan davlatlarning 2 hafta ichida 3 hassa oshganligini qayd qilib, Wuhan virusini rayon va guruhlarni halqib dunyoga tarqalgan degan ma'nodagi pandemiya deb atashning qaror qilinganligini e'lon qildi. Ghebreyesus Dünya Səhiyyə Təşkilatıning yuqumni 24 soat ko'zitib muhokama qilayotganligini, virusning tarqalishi va ig'irligidan kuchlik andisha qilayotganligini,
Bu virusga taqobil turish jihatda tegishli qadamlarning tashlanmaganligini ta'kidladi va so'zini davomlashtirib, "Shunga biz Wuhan virusini bir dunyoviy tarqalishchan kasallik deyishga bo'ladi" deb qaradik dedi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 30 yanvarda bayonot e'lon qilib, Xitoyda paydo bo'lgan Wuhan virusini xalqaro ommaviy sog'lomlik jiddiy holati deb e'lon qilgan edi. Tashkilot oxirgi qitim 2009-yili paydo bo'lgan H1N1 virusini tarqalishchan zukam deb e'lon qilgan edi. Xitoyning lager o'quvchilari deb ko'rsatganlari aholilar komitetining xodimlaridir. Ürümçidən yeni chiqqan va navbatda Amerika turayotgan Rayhangul xonim vaziyat haqida Erkinasiya radiosining muxbiriga qilgan so'zda Xitoy doiralarining ba'zi joylarda chet ellik tekshiruvchilarga atalmish kasbiy tarbiya markazidagi o'quvchilar deb ko'rsatgan kishilarning amaliyoti shu joydagi aholilar komitetining xodimlari ekanligini ilgari surdi. Lager shohidi Zumrat Davudmo Xitoyning bir qitim tekshiruvchilar kelganda saxta sahna hozirlash uchun bir lager tutqunining uyidagi murosim kiyimini akeldirganligini bayon qildi. 3 ayning oldida Ürümçidən Amerikaga chiqqan Rayhangul xonim radioning suhbati davomida o'zining bir qism shaxsiy kechmishlari bilan birlikda Xitoy doiralarining bir qism saxta ijroatlari haqida ma'lumot berdi. Uning deyishicha, odatda kishilarning diniy e'tiqodini oshkora cheklayotgan va hayotidagi kichikgina diniy tus va mazmun uchunmi kishilarni ig'ir jazolayotgan Xitoy doiralari 2018-yilning oxirlaridan boshlab xalqaro jamoatchilikka ko'rsatmalik uchun intayin oz bir qism kishilarning masjidga kelishiga ruxsat qilgan va ularga maxsus masjidga kirish ruxsatnomasi tarqatib bergan. Xitoy doiralari 2019-yili xalqaro jamoat fikrining besimi bilan bir turkum xalqaro axborot va diplomatiya xodimlarining tekshirishiga yo'l qo'yishga majbur bo'lgandan keyin rayonda har xil saxta ijroatlarni elib borgan. Rayhangulning tunish bilishlari orasidagi Ürümçidən tuvanga tushgan kadrlardan anglashicha, Xitoy doiralari bir qatimliq xalqaro tekshirish davomida yezdagi aholilarni masjidga kirishga buyurgan. Ammo aholilar o'zlarining ko'plagan oila a'zolari va urug' tuqqanlarining namoz o'qiganlik sababli lagerga aktilganligi va kesilganligini sabab ko'rsatib, masjidga berishni rad qilgan. Xitoy doiralari yaqinqi Oqtashliq kitobida o'tgan bir yilda xalqarodan 50 necha guruhida 1000 dan ortiq kishining Sharqi Turkistonga tekshirish elib borganligini qayd qilgan edi. Rayhangul xonimning deyishicha, lagerdagilarning ruhiy qiyofati va jismoniy holati lagerning mohiyatini yushirolmag'udek darajada ichinishlik bo'lganligi uchun Xitoy doiralari ba'zi lagerlarda chet elliklarga lagerdagi tutqunlarni emas, balki aholilar komitetlaridagi kadrlarni ko'rsatgan. Wuhan virusi sababli Xitoy iqtisodining ig'ir zarbiga uchraydiganligi mo'ljallanmoqda. Wuhan virusining butun dunyoga yayilishi sababli Xitoyning ishlab chiqarish va iste'mol ko'rsatkichida ig'ir chekinish yuz beradiganligi mo'ljallanmoqda. Analizlarga qaraganda Xitoy iqtisodining Wuhan virusining ta'siri tufayli qattiq zarbiga uchrash ehtimolligi intayin cho'ng ekan. Xitoy statistika idorasining ma'lumotlariga qaraganda Xitoy iqtisodi 2012-yili 7.9% oshgan. Lekin keyingi yillardan buyon eshish sur'ati uzluksiz tuvallab mangan. 2018-yili 6.6% ga, 2019-yili bo'lsa 6.1% ga tushib qolgan. Söz chegasining xabarda aytilishicha, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushining ta'sirida Xitoy iqtisodining eshish sur'ati 29 yildan buyongi eng tuvancha tushib qolgan. Bu yil Wuhan virusi sababli Xitoy iqtisodining to'vriki hisoblanadigan elektron mashinsozlik, to'qimachilik qatorliq yirik sanoat sohalari ig'ir zarbaga uchragan. Xitoy mashinsozlik tashkiloti CPCA'ning ma'lumotiga qaraganda, yanvar oyidagi avtomobil setish miqdori 80% tushgan. Bloomberg Xitoydagi millionlagan zavodlarning ishchilari virus sababli teshig'i chiqolmaganligi uchun Xitoydagi ishlab chiqarish butunlay xatar ichida qolganligini xabar qilgan. Janubiy Xitoy sahar gazining xabariga qaraganda, Wuhan virus sababli yiliga 615 million dollar kirim qildigan Germaniya avtomobil ishlab chiqaruvchilariga va olma qatorliq ko'plagan chet el korxonalarga mol ta'minlaydigan Xitoyning elektronlik tijorat sohasi xatar ostida ekan. 2020-yilning tunji yarmida aqliy iqtidorli telefon setish miqdorining 50% tushadiganligi mo'ljallangan. Yangi aktivisining xabariga qaraganda, Xitoy kichik va o'rta tipdagi korxonalar birlashmasi Xitoy iqtisodining umrutqisi bo'lgan kichik va o'rta tipdagi korxonalarning 60%ning chiqimlarini 1-2 oy to'layolmagan ahvolda ekanligini aytgan. Xitoy Xalq bankisining ma'lumotlariga qaraganda, o'rta va kichik tipdagi korxonalar Xitoy iqtisodining 60%ni ishga o'rinlashish nisbatining 80%ni egallaydi ekan. Buningdan boshqa Xitoyning xizmat kasbimi Xitoy iqtisodida muhim salmoqni egallaydigan bo'lib, sayohatchilik, havo qatnashi qatorliq sohalar uchirgan zarba
Xitoy iqtisodini hal sirtidi ekan. Xitoy sayohatchilarining chet el sayohati 2018-yili 150 million odam qitim bo'lib, Birleşken Milletler Teşkilatı Sayohatchilik birlashmasining ma'lumotiga asoslanganda, Xitoy sayohatchilari chet el sayohatida 270 milliard dollar xarjlagan. Xalqaro havo qatnashi birligi JATA 21 fevral kuni bayonot berib, Wuhan virus sababli havo qatnashi shirkatlarining 29,3 milliard dollar ziyonga uchraydiganligini mo'ljallaganligini aytdi. Angliyadagi maslahatchilik shirkati Capital Economics yuqumliq ahvolining 2020-yilning dastlabki 3 oy ichidagi tannarxini 280 milliard dollar atrofida mo'ljallagan. Turkiyadagi tunilgan iqtisodshunoslar Wuhan virusining Xitoy iqtisodiga bo'lgan ta'sirini analiz qilgan bo'lib, dаңliq iqtisodshunos professor Ömer Faruk Çolak apandim Xitoy iqtisodiy davolg'ish ichida nomli analiz maqolasida Xitoy iqtisodining amaliy ahvoli to'g'risida atrofliq to'xtalgan. Ömer Faruk Çolak apandim analiz maqolasida Xitoyning iqtisodiy masalalarini demokratik sistemaga ega bir davlat bo'lish yo'lidagi tirishchanligiga tayinib hal qilg'ili bo'ladiganligini, aksicha bo'lganda Hong Kongda portlagan namoyishlarning Xitoyning boshqa yerlariga yamrash ehtimolining cho'ngligini aytib mundaq deydi. Xitoy iqtisodiy davolg'ish ichida, lekin buning sababi kun tartibda bo'layotgan Wuhan virusi emas. Wuhan virusi faqat Xitoyni analiz qilganlarning ko'zidagi pardani ochdi. Xitoy iqtisodining zarbiga uchrashi umumiy jihatdan dunyo iqtisodining eshish sur'atini ostlasimi, Turkiya qatorliq ba'zi davlatlarga nisbatan fursat hisoblanadi ekan. Professor Ragib Kutay Karaja apandim mundaq deydi. Wuhan virusi Xitoyning eng muhim alohidligi bo'lgan ishlab chiqarish alohidligini tormozlab qo'ydi. Xitoy ishlab chiqarishni inson kuchiga tayinib qiladi. Bugun Xitoyda hayot to'xtab qolgandek vaziyatda. Mavjud turmush ritmining normallashishiga xili uzun jarayon ketadiganligi mo'ljallanmoqda. Bu sababdan to'qimachilik va mashinsozlik qatorliq kasblar Turkiyaga o'xshash davlatlarga qarab yo'tkilishga boshladi. Bu chuqum Xitoy iqtisodida davolg'ish yaratadi. Bu sababdan Xitoyning sirtqi mablag' selish va qarz berish siyosatlariga ta'sir qiladi. Wuhan virusi faqat sog'lomlik jihatdan bir virus bo'lib qolmay, Xitoy iqtisodiga daz ketkizadigan virus holatida o'tirg'i chiqdi. Bundan keyin Xitoyda ishlab chiqarish niyatida bo'lgan chet el korxonalari bu voqeani esida mahkam saqlaydi. Turkiya statistika idorasining ma'lumotiga qaraganda, Turkiya 2019-yili Xitoyga 2 milliard 587 million dollar qiymatida tovar eksport qilgan bo'lib, Xitoydan 18 milliard 497 million dollar qiymatida tovar import qilgan. Bu ma'lumotga asoslanganda Xitoydan qilingan import qiymati eksport qiymatining 7 hassasiga to'g'ri keladi ekan. Xitoydan tarqalgan mazkur virus 2020-yildagi eng og'ir masalalarning biri deb qaralmoqda. Xitoydan boshqa Koreya, Iran va Italiya Wuhan virusining eng ko'p ta'siriga uchragan davlatlar tizimligidagi o'rnini davom qilmoqda. Turkiyadagi Uyg'ur onalar farzandlarini qutuldirish harakatini davomlashtirmoqda. Turkiyadagi bir turkum Uyg'ur onalar 8 mart Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazib, Xitoyning jinoyatlarga qarshi bayonot e'lon qilgan va farzandlarini qutuldirish harakatini boshlaydiganligini e'lon qilgan edi. Bu bir bo'lik onalar 10 va 11 mart kunlari İYİ Partiyaning va Millatchi harakat partiyasining Istanbuldagi bosh sho'basiga berib, o'z ahvolini tunishtirdi. Ular farzandlarining suratlari va aloqador dalil isbotlarini ko'rsatib turib, Xitoyning izchil holda Sharq Turkiston xalqini bostirib kelganligini, millionlagan xalqning jazo lageriga qamalganligini, necha yildan beri oilasilar bilan aloqasining butunlay uzilganligini, ba'zilarining farzandlarining bolalar lageriga qamalganligini, yana ba'zilarining bo'lsa farzandlaridan hech qanday uchur ololmaganligini bildirishdi. Ziyoratchilarni qabul qilgan har qaysi partiyadagi mas'ullar ularning so'zlarini to'liq anglab chiqdi va yuqori darajalik amaldorlarga ularning dardini yetkazganligini, qo'lidan kelishicha yordam qilganligini bildirishdi. Mavi Ay jamiyati xalqaro insoniy yordam tashkiloti bilan hamkorlashdi. 12 mart Avstraliya xalqaro yordam tashkiloti International Aid, Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati, Sharq Turkiston Mavi Ay insoniy yordam jamiyati birlikda hamkorlashib, Istanbuldagi qiyinchiligi bor Uyg'urlarga yordam qildi. 3 tashkilot birlikda Istanbulda yashayotgan Uyg'urlar ichidagi qiyinchiligi bor oilalarga naqd pul va yemaklik 120 tul ayolga 100 dollardan naqd pul tarqatib berdi. Undan boshqa yana qiyinchiligi bor 400 oilaga un, guruch, may, gulqand, tuxum qatorliq 300 lira qiymatidagi yemaklik tarqatib berdi. Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati raisi Nurmuhammad Turkistoni bilan Mavi Ay insoniy yordam jamiyati raisi Abdurahim Aziz o'g'li
muxbirimizning ziyoratini qabul qilib, qiyinchiligi borlarga yordam buyumlarini tarqitish ahvoli, bundan keyingi insoniy yordam faoliyatini rivojlantirish haqidagi planlarini hamda xalqaro insoniy yordam tashkilotini qisqacha tunishtirdi. Bu yordam olgan oilalar, ehtiyojli yetim oilalar, tul oilalar, moddiy keliri bo'lmagan qiyinchiligi bor oilalardan, yeni kelgan muhojirlardan tarkib topgan 400 oilaga bugun Maviylar insoniy yordam jamiyatining quli orqali ularga yordam qilgan bo'ldik. Biz shu yerlik Sharqiy Turkiston tashkilotlarimiz, Ma'arif jamiyatimiz, Sutuq Bo'raxon Vakfi ve Mavi Hilal Cemiyeti, Nozugum Cemiyeti ve şundaqla özümüzden başka müşahedeki alakadar cemiyet ve cemaat yetekçilerininki bölüm ala birlik qatarlıq ustazlarının yetekçiliki de ortak müzakirleş arkalı kandak kılıp müşahede kırındaşlarımızga yardım belgili bulduğalık doğruluk. 120 tane tul ayalga 100 Amerika dolarından naq pul ve şundaqla bugün taqıtılgan un may guruj kıymetindeki 300 liralık yemek içmek taqattık. Ondan başka yana 70 tane yetim balaga. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz müşahede ahirlashdi. İnşallah atiki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.